Yurtimizda so'nggi yillarda ilm-fan, texnologiyalar, zamonaviy kasblarga katta e'tibor berilmoqda. Dasturlash, sun'iy intellekt sohasida kuzatilayotgan jadal o'zgarishlar bunga yaqqol misol bo'lib oladi. Kuni kecha O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligida Sherzod Shermatov ishtirokida xalqaro olimpiadaga tayyorgarlik ko'rayotgan yoshlar va Zulfiya mukofoti sovrindorlari bilan uchrashuv bo'lib o'tdi. Axborot texnologiyalariga yurtimizda qaratilayotgan katta e'tiborni birgina bu yilgi Zulfiya mukofoti 7 ta emas 8 ta yo'nalishda taqdim etilganidan ham bilish mumkin. Yangi qo'shilgan nominatsiyada 4 nafar dasturlash sohasida faoliyat yuritib, yuksak natijalarga erishgan qizlarimiz taqdirlanishdi. Uchrashuv doirasida esa Raqamli texnologiyalar vazirligi nomidan ularni g'alaba bilan qutlab, esdalik sovg'alari topshirildi. Bu meni ikkinchi marta tanlovga qatnashishim hisoblanadi. Birinchi marta qatnashganimda ta'lim yo'nalishidan qatnashganman. Bu yilgisi esa o'zimni aynan soham bo'lib hisoblangan axborot texnologiya sohasida qatnashdim. Aralash yo'nalishdan qatnashgandan ko'ra o'z sohamda qatnashganim bir tomondan foyda bo'lib hisoblayman. Chunki hozirda dunyo bo'yicha raqamli texnologiyalar egallamagan sohani o'zi qolmagan. Shu bilan birga tadbirda joriy yilning 17-18 may kunlari O'zbekiston onlayn mezbonlik qilayotgan Osiyo Tinch okeani mintaqasi informatika olimpiadasi, 14-20 iyul kunlari Germaniyada bo'ladigan informatika bo'yicha Yevropa qizlari olimpiadasi, 27-iyuldan 3-avgustga qadar Boliviyada bo'lib o'tadigan xalqaro informatika olimpiadasiga tayyorgarlik jarayonlari va muhim masalalar ko'rib chiqildi. Saralab olingan o'quvchilar xorijiy va mahalliy o'qituvchilar yordamida oltin medal uchun qattiq tayyorgarlik ko'rishmoqda. Hozirga qadar 25 nafar o'quvchi yoshlarimiz saralangan, ularga maxsus o'quv mashg'ulotlari tashkil etilmoqda. Bir necha oydan so'ng 2 marotaba o'tkaziladigan saralash bo'lib o'tadi va ushbu saralashning so'ngida 4 nafar eng kuchli iqtidorli yoshlarimiz saralab olinib, ular O'zbekiston terma jamoasi tarkibida Boliviyada bo'lib o'tuvchi xalqaro informatika olimpiadasida ishtirok etishadi. Bundan tashqari 2026-yilda ilk bor nufuzli xalqaro informatika olimpiadasiga O'zbekiston mezbonlik qiladi. Mazkur musobaqaga 100 dan ortiq davlatdan 400 ga yaqin ishtirokchilar tashrif buyuradi. Biz hozir shu bizning yoshlarimiz bilan birinchi marta tarixda O'zbekiston tarixida informatika yo'nalishi bo'yicha oltin medalga harakat qilyapmiz va 26-yilda o'zimizda bo'lib o'tadigan xalqaro informatika olimpiadasida ham albatta o'zimizda O'zbekistonda bo'lgandan keyin albatta oltin medalga harakat qilib yoshlarimizni shunga tayyorlashimiz kerak bo'ladi. O'zbekiston yoshlarining IT sohasidagi yutuqlari mamlakatda raqamli iqtisodiyotning rivojlanishiga, yosh mutaxassislarning global miqyosida tanilishiga va texnologiyalarning keng tarqalishiga katta hissa qo'shmoqda. Shu bilan birga bu kabi olimpiadalar va unda qo'lga kiritilgan yutuqlar O'zbekistonni yana bir yo'nalishda ilg'or rivojlanayotganini ko'rsatadi. Bu kun Marjona Orol va Bekzodjon Zokirov, Toshkent.